Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli ustazlar, hürmetli kırındaşlar, hemşeriler. Allah subhanahu ve teala hemmeylerine şu vaktimizde hayırlı kılsın. Allah subhanahu ve teala okugan Kur'an-ı Kerim, zikir, tesbih, emel ibadetlerimizni kabul kılsın. Allah subhanahu ve teala şu dünyada kılgan her bir yaxşı emellerimizni kıyamette her bir insan zerre miktarı yaxşılık ihtiyaclık bulduğu vaxtida yaxşılık mizanımızda kılsın. Amin. Bugünkü dersimizden temisi hiçbir adamge haset kılma. Hem bu toğırda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahih hadisleri var. وَلَا تَبَاغَزُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادِ اللّٰهِ إِخْوَانًا. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetleri sile ara birbirlerine haset kılışmanlar, birbirlerinin ziyniga çare tedbir kılmanlar, birbirlerine üç göreşmanlar, Allah'ın bendeleri kırındaşlardan bulunlar. Şuna bu haset bir ağır kisel bulup, bu haset xor daim şu haset bilen içip şundaq ötep gidiyor. Başkalarına Allah taraftan berilgen nimetlerge köremmey, bu adamның içi titildap, manevi taraftan bir xil kisel bulup kalıdı. Şuna Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerde alahide ta'kidlab haset qilmaslikqa tavsiya qilgan. Çünkü haset degen insonga o'zi ne'matlanayotgan ne'matni buzidi. Allah subhanahu ve teala'nın özge ata qilgan ne'matini unutuldurdu. Çünkü haset qo'g'uchi degan Allah'ның özge ata qilgan ne'matlarini eslemeslik tas qoladi. Ya'ni Allah'ның özge ata qilgan ne'matlarini eslemesdan yoki o ne'matdan manfaatlanmasdan va Allah ata qilgan o ne'matga shukrmi etmasdan boshqalarga berilgan ne'matga hasad qiladi, o'zga berilgan ne'matlarni unutib qoladi. Hasad qilguvchininki dili, qalbi, ko'zi va aql parasitining hammasini o'zi hasad qilayotgan kishiga yuzlanadi. Bu adam şu o'ylaydigini, qo'pidigini, bu odamga nimanda ne'mat berilib ketadigandu. Bular shunda xotirjam, yaxshi yashaydigandu. Men nimanda bunda bo'lolmaydi ekanman deb hasad bilan o'tidi. Bu musibat har qitim Allah subhanahu va taolaning bandalariga ne'matlar ato qilinib, ne'matlar yangilanib turgan vaqtida hasadxo'rning qalbidagi bu ma'naviy kasallik, marazlik doim yangilanib turadi. Bu odamning ichi shu hasadga, musibatga to'shab o'tib ketadi. Ba'zilar aytgan kishilarga hasad qilg'ichidan bakroq zulm qilgan odamni ko'midi. Chunki bu odam boshqalarga berilgan ne'matni o'ziga berilgan azob deb his qiladi. Boshqalarda bir ne'matni ko'rsa, bularda bir xotirjamlik va Allohning ato qilgan fazilatlarni ko'rsa, bu odam turolmay ketadi. Biz boshqalarning qo'lidagi narsalarga qarashdan ko'zimizni va dilimizni yig'ishimiz kerak. Bizningki ko'z qarashimiz, nazar doiramizni Allah subhanahu va taolo bizga ato qilgan ne'matga yuzlantirishimiz kerak. Ve Allah bizga bergan ne'matdan manfaatlanishimiz, Allohning bu ato qilgan ne'matlarga shukr etishimiz ve Allah subhanahu va taoladan o'zining fazli rahmatini, ne'matlarini ziyoda qilib berishimiz kerak. Biz onun o'rniga Allah subhanahu ve taolaning boshqalarga ato qilgan fazli, rahmati, marhamati ne'matlarga hasad qilish to'g'ri bo'lmaydi. Balki musulmonning sifati o'ziga yaxshi ko'rgan narsani o'zining qarindoshlariga yaxshi ko'rish va ular xursand bo'lsa, bularning xursandligiga o'rtaqlashish, ularga hargiz hasad qilmaslik. Bunda bo'lgan vaqtida biz boshqa qarindoshlarımizda yaxshilik, ne'matni ko'rsak, bizning baxt saodatimiz yangilanib turadi. Hatto Alloh subhanahu va taolo menga ne'mat ato qilgandek mush qarindishimni ato qilibdi. Alloh subhanahu va taolo meni yaxshi yashatgandek bu qarindishimni yaxshi yashatibdi. Allohga shukr etay deb har vaqt başka qarindoshlarımızın yaxshi holati, Allah ato qilgan ne'matlarni ko'rgan vaqtimizda bizning baxt saodatimiz, xursandligimiz yangilanışı kerak. Bu to'g'rida Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem hadis şerifte aytadi: "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Sizlarning biringlar o'z nafsi uchun, o'zi uchun yaxshi ko'rgan narsani o'zining qarindoshi uchun yaxshi ko'rmagicha bu haqiqiy mu'min bo'lolmaydi. Yani bu haqiqiy mu'min bo'lishning sifati inson o'zi yoqtirgan, o'zi yaxshi ko'rgan narsani boshqa qarindoshlariga yaxshi ko'rish, o'ziga ato qilingan shu narsaning boshqa qarindoshlariga ato qilinishni yaxshi ko'rish, bu haqiqiy iymonning, haqiqiy mu'minning sifati.
Bizimki ruhi kasalligimiz, qalbimizni saplashning yana bir iloji nima desa, boshqalarga yomonlik qilmaslik va boshqalarni doim taptani qilib ayıplab, ularni sökmeslik ve ularninki ba'zi bir ishlar bo'lib qolsa, bundan ko'z yumish. Çünkü biz her qandaq odamda tırnaqchilik ish bo'lib qolsa, darhol uni ko'paytib yoki yuzga silib yoki buni kuchur vositalarda taqitib boshqalarga yomonlik qilishni o'ylamasdan inson ayib nuqsondan xoli bo'lolmaydi. Shunga insonda ba'zi bir ayib nuqson, xatoliklar bo'lib qolsa, bundan ko'z yumish va buni afu qilib o'tish insonga yomonlik qilmaslik kerak. Nurg'un kishilar bular ayollarni ayiblaydi yoki yomonlik qiladi. Uni qilmading, buni qilmading, uni qilding yoki buni qilding degandek ayiblash bilan farzandlarni ayiblaydi, bularga qattiqlik qiladi. Qo'lim qo'shnilarni ayiblaydi. Shuningdek yaqin urug' tuqqanlari, tavoqdoshlari, xizmatdoshlari bularni ayiblab yomonlik qilib turadi. Yomonlik qilish, ayiblash bularga odat bo'lib ketgan. Bundaq inson ruhiy kasallik, ruhiy azob ichida yashaydi. Belkim bu insan ayıplagan ve yamanlık qilgan nurg'un kishilar buningki nima uchun o'zga yamanlık qilganligi, ayıplaganligini bilmasligi mumkin. Ko'p ayıplash degan insonda bir xil gadankeşlik, hakavorlik, qalbning qitishini keltirib chiqaradi. Shuningdek bundaq odam doim shu ma'noga yo'li boshqalarga yamanlık o'ylash, boshqalarningki ayibini izlash, bularni shu ayiblash uchun o'zini nihoyatda jafo tortib, ruhiy kasallikka aylanib qoladi. Buni hal qilishning chorasi nima desa, apuchan bo'lish, keng qo'saq bo'lish, kishilarningki ba'zi bir ishlarga ko'z yumish. Men hammadan zirak, men hammadan aqlliq deb boshqalarni qildak ish bo'lib bo'g'ichi darhallam uningga raddiya beradigan, uni ayiblaydigan, uni taqitadigan mandaq ish qilmaslik kerak. Kishilarningki insonlarni afu qiladigan axloqini o'rganish kerak. Kemçilik, xatolik sodir qilganlardan yiroq turish kerak va xatolik qiluvchilarning xatoligini afu qilish kerak. İnsanlarni o'zlari taqat keltirolmaydigan ishga majburlamaslik yoki ularning tabiatiga singib ketgan ba'zi bir ishlarni yo'q qilishga majburlamaslik. İmam Şafi'i rahimahullah aytadi, aqlliq odam degan ashiliq boshqalarning ishlaridan ko'z yumishni bilgan odam. Başqalarının hamma ishini inchiklab yurmasdan, ba'zi bir ushaq-tushak manda ishlarga ko'zimizni yumsaq, qalbimiz rohatlanadi. Rohatda yashaymiz. U vaqtida bizdagi g'am, andisha, ba'zi ishimizdan siqildigan ishlar, baxtsizlik hammasi yo'qolib ketadi. Bir kishi İmam Ahmad rahimahullahga bir odam salomatlik 10 parcha bo'lib, buning 9'i boshqalarning ishlaridan ko'z yumish va hamma ishga tang, men aql farosatlik deb hammaga kirishib olmaslik, salomatlik mushundaq ishning 9 juz'isi bo'ldi degan vaqtida İmam Ahmad rahimullah ya afiyet salomatlik degan shu 10ning hammasi bo'ladi. Shuning hammada ko'z yumish kerak va boshqalarningki xatoliklari, ushaq-tushak kamchiliklarini bek inchiklab ketmaslik kerak. Hasadxo'rlikdan saqlanish va boshqalarga o'chmanlik qilishdan saqlanish, g'am, qayg'ulardan saqlanish, yomonlik va kishilarni ayblashdan saqlanish va shundaqla kishilar to'g'risida har xil so'z cho'chaklarni qilib, gap so'z taqitdan saqlanish. Shuning hammasi nima bilan amaliylashido desa, insonlarningki ba'zi bir xatolik, kamchiliklarga ko'z yumgan vaqtida biz yuqorqidek ma'naviy kasalliklardan saqlay olamiz. Her bir insan o'z nafsi bilan mashg'ul bo'lish kerak. O'zining xatoliklari, kamchiliklari bilan mashg'ul bo'lish kerak. To'g'ri, boshqalarning ishlari bilan qanday vaqtida mashg'ul bo'lamiz desa, bular diniy tarafdan xato ketgan bo'lsa, shariat cheklagan ishlarni qilgan bo'lsa, buni isloh qilish, to'g'ri yo'lga yetaklash va buning axloqini tuzaltish mandaq tarafdan boshqalarga va'z nasihat qilsak bo'ladi. Lekin boshqalarningki tasarrufatlari va ishlarida yuz bergan ba'zi bir xatoliklarga qarab buni bilan mashg'ul bo'lib qolsak, bu to'g'ri bo'lmaydi. Bu bizning, ya'ni ma'naviyatimizni kasal qiladi. İnsanlarga Allah yaratgan holatda yuzlanish kerak. Qandaqki biz o'zimiz iroda qilgan, o'zimiz maqsad qilgan shaklda emas. İnsanlarni bizning qo'ygan o'lchimimizga tushsa, shu o'lchamga loyiq bo'lsa, insonlar bilan yaxshi o'tadigan, bizning o'lchimimizga, bizning prinsipimizga loyiq bo'lmasa, bundaq insonlarni ayiblaydigan, so'kadigan mandaq ishlarni qilmaslik kerak.
Bazı insanlar var. Bu insanların hemmisini özünün sızgan siziqi, özününki koygan ölçümü bilen şu şekilde bolsa ekan deb şunu arzu qiladigan. Bundaq kişiler başqalarını ölçemden talaştırıp ötüdü, özümü qiyinchilikda qaladı. Bundaq ishni irada qilish, maqsad qilish mumkin bo'lmaydi. Bu uzrlik ish. Chunki Alloh subhanahu va taolo insonlarni shunday yaratdi. İnsanlarning hammasi bir o'lchamda, bir shaklda emas. Ular har xil tabiatda bo'ladi, har xil mijoz xuluqda bo'ladi. Allah yaratgan insonlarning orasida jahil nadonlar va olim ulamalar va ahmaq aqlsizlar va aqlliq ziraklar va isil, sehi kişiler var, bexil, açgöz kişiler var, bek aldıranğı adamlar var, temkin, üzün tutup aldığan kişiler var. Yana insanların arası ken korsak, sabırçalları var, tiz açık kildiğan, hasetxorları var. İnsanlar her xil tabiatta, her xil şekilde. Allah bizni şeklimiz, akıl parasitimiz, ilim, marifat, bir narsani tetish, bir narsalarga ko'ngil bo'lish qatorliq taraflarda farqlilik yaratdi. Allah subhanahu wa ta'ala insanlarni farqli yaratgan tursa, buni qandami cho'ng kichik hamma ishda mening o'lchimimga tushgan bo'lsa ekan yoki mening belgilamamga loyiq bo'lsa ekan men qabul qilsam deyish bu insonningki haddi emas. Biz insanlarni özümüz irade qilgandek, özümüz maqsad qilgandek emas, faqat Allah yaratgan şekilde qabul qilishimiz kerak. Bunu biz ailemizden, avlatlarımızdan, xolum xo'shlilarimiz, do'st birodarlarimiz, umum insanlardan başlashimiz kerak. İnsanlarning hammasini Allah yaratgan şekilde qabul qilishimiz kerak. Unda o'g'a vaqtida biz o'zimizga yetgan har xil mikrob kasalliklardan rohatlanib qolamiz, boshqalarmi bizdan rohatlanadi. Ammo ish shariatga xiloflik qiladigan, Allohning belgilamasiga xiloflik qiladigan darajaga yetgan vaqtida biz u vaqtida o kişilerge nasihat qilamiz, kuchimizning yetishicha ularningki ilojini qilib, ularni to'g'ri yo'lga yetaklashga tirishchilik qilamiz. Ba'zi bir insonlar var, bular hamda ko'z tegib ketamdiki yoki menga sehr qilinganmiki deb kichikgina bir qiyinchilik, jafo mushaqqatga uchrab qolsa, buni voy menga ko'z tegibdi yoki palani sehr qilibdi deb boshqalardan ko'radigan. Bumi bir xil kasallik, insondagi nafsi ruhiy kasallik. Chunki insonning o'ziga, mol mulkiga, bola chaqalarga turli musibatlar yetadi. Bu ilohiy prinsip, bu ajablanadigan ish emas. Lekin har qandaq yuz bergan ishni bir vasvasa bilan yoki atrofda yuz bergan hadislarning sabablarini fikr qilish bilan manda qilsak, bizga yetgan musibat tiximiz ziyod bo'lib ketadi. Biz biror musibat yetib qolsa, menga palonning ko'z tekkan o'xshaydi. Nayt bu bek hasadxo'r odamda menga yetgan ne'matlarga hasad qilib, menga yomon ko'zini sapdi. Palani günü bu palani sorunda manda degende bu şoma hasad qilib debdike. Yoki buning sababi men boshqalar sehr qilgan o'xshaydi. Mening ma xo'shnam bichora xo'shnam batdi. Bu davomli shu boshqalarning nimasini qilibdi, balkim bu men sehr ishlatgan o'xshaydi degandek har xil bo'lmog'il fikr, yomon xiyollar bilan boshqalarni yomon gumon qildigan ruhiy kasallik bo'lib qoladi. İnandan başka mesela tuma isi biliş ve her xil jiplarni çeki biliş bu bir xiyali vesveseden ibaret. Yani ben bir tuma çeki bağan bolsam yoki onu qilgan bolsam, pütürüp algan bolsam bana bala qaza yetmeydi yoki bana sehr ko'z tegish yetmeydi deb mandaq ishlarni o'ylashning o'zimi bu bir ruhiy kasallik. To'g'ri, sehrning haqiqati bor. Sehr qiladi. Ko'z tegishning haqiqati bor. Lekin biz yoqtirmaydigan va bizga yuz bergan har qanday musibatni buni shu bu sehr qilinibdiman yoki ko'z tegibdi deb buning bilan qilib qo'ysak, bu to'g'ri bo'lmaydi. Chunki bu ishni o'zining o'rnidan yutkab, chekdan oshirib o'tgan bo'lamiz. Buning bilan insonning ichki tavrinishi va g'am qayg'usi ziyoda bo'ladi. Guman, xiyollar bilan mashg'ul bo'lish insonga yetgan balo musibatni ziyoda qilib o'tadi. Bu bir nafsiy kasallik va insonni ruhiy tarafdan chiritadi. Asli musibatni nechasi ziyoda qilib o'tadi. Mushundaq yo'lda mangsa insonda tövendikidek ishlar yuz beradi. Birinchidan, doim shak qiladigan va xatarni his qiladigan oddiy ishlar vasvasalar bilan bu odamningki vaqti o'tib ketadi. Ikkinchisi, kishilarga yolg'on gumon bilan qaraydigan, bo'libmi o'zining yaqin tuqqanlari, do'st birodarlarga menga hasad qilgan o'xshaydi, menga mashining ko'zi tekkan o'xshaydi deb yolg'on gumon bilan o'tib ketadi.
Üçüncüsü Allah'a bo'lgan tevekkül acizlab ketadi. Her narsa yetse men Allah tarafından yetipti, Allah'ın takdiri bulaptı deb Allah tevekkül qilmasdan, bunun bir çaresini qilay, ya bir tuma isi olay, yoki bir jipchigi olay, yoki uni qilay, buni qilay degandek Allah'a bo'lgan tevekkülni qo'yib, boshqa ishlar bilan mashg'ul bo'lib ketadi. Yana biri mahluqlardan bo'lgan qo'rqinchisi ziyoda bo'lib ketadi. Allah'tan bo'lgan qo'rqisi ajizlab qoladi. Her qandaq ish etse bu palanın sebebidan yetdi, pistanın sebebidan yetdi deb bunu boshqalardan ko'rib, Allohdan bo'lgan qo'rqishi, mening xatoligim, mendan o'tgan ma'siyat sebebidan Alloh tarafdan yetibdi deydigan bu tuyg'ulari yo'qolib ketadi. Şunun bilen bunun neticesi nima bo'ladi desa, ba'zi bir bilimsiz, nadan kişilerin qishiga birib kasalliklarini shulardan tekshirdi. Şunun bilen bunun hayronligi va g'am, qayg'u, bearamligi ziyoda bo'lib ketadi. Hatta ba'zi vaqtida sergarning qishiga boradi, yolg'onchi kazzab dajjallarning qishiga boradi. Bala musibat uzun bo'lib ketgan vaqtida Rambalning qishiga boradi, baxshining qishiga boradi. Shunday qilib to'g'ri yo'ldan ezib ketadi. Muşundaq işlarga, sınaqlarga duch kelgan vaqtimizda faqat Robbimiz bo'lgan Allohga tevekkül qilishimiz, Allohga yaxshi qarashli bo'lishimiz, Alloh tarafdan yetgan har qanday musibatga sabr qilishimiz, shuningdek Allohning izni bilan shariy tarafdan yo'lga qo'ygan, ya'ni turli musibat, ruhiy kasallikdan saqlanishni ko'rsatib bergan shar'iy dalillarni ching tutishimiz kerak. Uning eng birinchisi nima desa, ettigenlik, keşlik, zikirlerini to'liq o'qish. O zikirlerinin qatoridan Ayetel Kursini o'qish, Qul a'uzu robbil falaq, Qul a'uzu robbin nasni 3 qitimdan to'liq o'qish ettiganda oqshomda. Enandan keyin hasbiyallohu la ilaha illa huva alayhi tavakkaltu va huva robbul arshil azim. Yani bu duani ettigeni akşamı az bo'lgan 7 qitimdan o'qish. Aynan keyin bismillahillazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi va la fis sama va huwas samiul alim. Buni 3 qitim o'qish. A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma xalaq degandek mushundaq duolarni ko'p o'qishimiz kerak. Shuningdek Peygamber Aleyhisselam'ın hadislerinde kelgan shar'iy ruqiy dualarını o'qish ve Allah'a bir yaqin bo'lish kerakki, Allah xohlamasa hech qanday odamning ziyon yetkazolmaydiganligini buni bilish kerak ve Allohga tayinish, Allohga sig'inish, Allohdan panohlik talab qilish, Allohga tavakkul qilish ve buningdan bir xush bishorat olish lozim. Aşınınğa o'xshash hayotlikda futuq qazanadigan va shundaq ruhiy kasalliklardan saqlanishga sabab bo'ladigan sabablarga erishishda tirishchanlikni qo'ldan bermaslik kerak. Shundaq qilgan vaqtida inson o'zi maqsad qilgan nishonga yeta oladi. Buning uchun hamma narsalarning tutquchi qo'lida bo'lgan Allohdan yordam talab qilish kerak. Ondan keyin agar biz bir ish uchun tirishchanlik qilsak, uni hosil qilish uchun bo'lgan barliq sabab qonuniyatini baqsaq, Allohga yordam tilab duo qilsak, bu ishning hosil bo'lishi bilan bu vaqtida biz ishonchli bo'lamiz. Alloh biz uchun tanlab bergan yaxshi tanlashdi bo'lamiz. Gerçi biz bu ishga rag'batlanmasakmi, Alloh subhanahu va taoloninki bizga shu tanlig'ini bo'ladi. Bunun hammasini ko'ngil azodligi bilan, rozilik bilan qabul qilish kerak. Chunki Allohninki bizga tanlab bergani bizning o'z nafsimiz uchun tanlagandan yaxshi bo'ladi. Allohninki biz uchun qilgan tadbiri bizning o'z nafsimiz uchun qilgan tadbirdan yaxshi bo'ladi. Chunki Alloh subhanahu va taolo o'zining bandasiga nihoyat mehribondir. Hatto ayol o'zining buvoq bolasiga ko'yingandan mubak Alloh subhanahu va taolo o'zining mu'min bandalariga ko'yingichidir. Allah subhanahu va taolo hammalarni o'zining rahmati, fazli bilan o'ziningki yaxshiligi, rozi bo'ladigan amallarga muvaffaq qilsin.